Alloh taolo aytadi: "Walau kunta fazzan ghalidal qalb lan fazzu min hawlik." Ey Muhammad, agar qo'pol bo'lganingizda, dag'al bo'lganingizda sahobalar sizni atrofingizdan qochishardi. Rasulullohni atroflarida sahobalarni jam bo'lib, u zotni atroflarida yig'ilishligi va jon fido bo'lib Rasulullohga talpinishliklarining asosiy hikmati sababi payg'ambar alayhisolatu vassalomning go'zal xulqlari edi. Shirin so'zlari edi, go'zal muomalatlari edi. Qani bizda ham xuddi shunday munosabat va muomalat bor? Ko'chani quyib turaylik, oilamizda qanaqa munosabatda va muomalatdamiz? Farzandlarimiz, ayollarimiz, yaqinlarimiz, ota-onamizga qanday munosabat va muomalatdamiz? Ana shu musulmonlik mezoniga to'g'ri kelamizmi, yo'qmi? Avvalo mana shu narsaga ahamiyat bermoqligimiz kerak.